Распаковка time. Kosholyokcha bu 99 ming. Anaki degan firmadan. Yosh bolasi bor onalar uchun ideal sumka. 199 mingga oldim. Keyingisi o'sha mashhur Patriktadan teni va rumyani. Жидкий и сухой rumyanasi bor. Narxi $65. Buni Nurafshondan oldim. Срочный kargo bo'lgani uchun $95 keldi. Round Lab lineykasidan penka 159 ming. Bunisi losyon 239 ming. Gidrofilli maslani narxi 235 ming. AHC dan SPF bu stikli ekan. Narxi 180 ming. Ko'z uchun patchi GM Solution narxi 160 ming so'm. Keyingisi Eye Serum. Shu kichkina narsani 215 mingga oldim. Biodance maska 59 ming. Burun uchun, qora tochkalar uchun narxi 49 ming. Urban Decay $45 ga Malika Hamiddan oldim. Oq, korичневый va qora. Bular oddiy qalam emas, bular Kayal. Bular bo'lsa NYXdan lab uchun va ko'z uchun har bittasini narxi 90 ming so'mdan. Keyingisi bu Art Visage'dan ko'z uchun blesk narxi 100 ming so'm. Oxirgilarini men Uzum Marketdan zakaz qildim. Telefonim uchun chexol 39 ming, kiprik 49 ming, sponjiklar 35 ming so'm. Shularning hammasi $450 bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar, arziydimi yoki yo'q?